Avvalgi qismda sotuvchi bilan birgalikda ish boshladik va men velosiped sotib oldim. Ishimiz juda ham yaxshi ketdi. Ko'p pul ishlab oldik, ammo u menga bor yo'g'i $12 berdi. Ertasi kuni esa men uni ukasini uchratib qoldim. Avvalgi qismni ko'rmagan bo'lsangiz, tepadagi yozuvni bosib tomosha qilishingiz mumkin. Barcha obunachilarga salom. Qolganlarga esa mening ismim Derman va men bombman. Nima desam ekan, men mana bunaqangi qog'ozli uyda yashayman. Meni tayinli uyim yo'q. Lekin menda velosiped bor. Avvalgi qismni ko'rganlar biladi uni qayerdan olganimni va kelinlar biroz ertalabdan boshim aylanishni boshladi. Bu albatta sekin bomb jitelni ichimliklari, lekin ertalabdan tatib ko'rs yo'q, och qoringa ichmash kerak edi. Mayli. Hozir o'tib ketadi. Velosipedni olib chiqish kerak. Hozir bo'ldi, sekin bo'ldi. Chiqib oldim. Endi eshikni yopaman. Yo'q, qimirlay. Boshimni yomon olib qochyapti. Bo'ldi. Joyiga tushdi. Hammasini endi sekinlik bu yerdan juftakni rostlaymiz. Yiqilib tushdim. Mayli, bundan boshqa ichmayman. Yengilrog'ini ichaman. Hozir esa bomblarning yoniga borishimiz kerak, chunki ularga topshiradigan narsam bor, do'stlar. Yana o'sha axlatlarni terishni boshlaymiz. Mana do'stlar, axlatlar. Yaxshi. Hammasini terib olamiz. Bugungi ishimiz hech qanaqangi g'ayritabiiy joyi yo'q. Bo'ldi, bu yerda boshqa axlat qolmadi. Yaxshi, endi ketsak ham bo'ladi sekin. Hozir mana bularni ham terib olamiz. Endi navbat bularga gul menga kerak emas, menga yog'ochlar kerak. Qog'oz, bu yerda yana idishlar va yog'och. Ajoyib, hozirlarni ham hammasini terib olamiz. Bitta qoldirmasdan, chunki axlatlar bu pul degani. Bo'ldi, endi ketsak ham bo'ladi. Kelinlar salomlashib o'tamiz. Menda narsalar unchalik ham ko'p emas, lekin mayli, shunchaki salomlashib o'tamiz. Do'stlar, ajoyib bo'ladi. Shunda do'stlarimiz nima qilishyapti ekan? Salom. Janob Bomsh, qalaysiz? Yaxshi, o'zing qalaysan, der? Xo'sh, mana ichimliklaringizni olib keldim. Ajoyib, shu yerga tashlashga mumkin. Hop, mana. Xo'sh, yanachi? Yana idishlarni olib keldim. Mana hozir olishingiz mumkin va mana. Buncha kam. Hozirgina oldim. O'zi bu yerga shunchaki sizlar bilan ertalabdan salomlashay deb kirgandim. Tushunarli, yaxshi qilibsan. Yana menda biroz yog'ochlar bor. Hozir shularni ham beray, shu bilan otlanaman ishga. Menga qanaqadir ovqatchi bilan ishlayapman deyotgandek, nima bo'ldi? Ifloslik qilib ketdi. Hamma pullarni oldi, menga esa $12 berdi, lekin ukasi kelib menga juda ham ko'p pul berib ketdi. Mayli, bu uzun hikoya, kechroq aytib beraman. Xo'p, mayli, omad sizga ham. Yaxshi, bo'ldi, chiqdik. Endi ketamiz, do'stlar. Hozir o'tirsam boshlanadi yana gaplashishimiz, chunki bomblar juda ham yaxshi bo'lishadi suhbatlashishda, ular bilan uzoq suhbatlashish mumkin. Shunday yaxshi do'stlar, ketyapmiz. Bu yerda politsiyachilar turgan ekan, g'alati do'stlar. Xo'sh, chunki bu yerda umuman politsiyachilar turmas edi, biror bir narsa bo'lsa turishadi. Do'stlar, buni qaranglar, politsiyachilar. Hoy, to'xtang. Nima? Tushunmadim. Menga aytingizmi? Sizga. Velosiped siznikimi? Mana bumi? Bu yerda yana boshqa velosiped bormi? Meniki nima edi? Iltimos, mahkamaga bora olasizmi? O'zi nima bo'ldi? Jiddiy ish yo'q, shunchaki qarab o'ting. Lekin nima? Mayli, o'sha yerda aytishadi. Aytishadi, xavotir olmang. Jiddiy hech narsa emas. Okey. Do'stlar, boraylikchi, nima bo'ldi ekan rostdan bu yerda? Kimlardir tutgan edi? Balki do'stlar, manyakni tutishgandir. Ya'ni qismlardan birida aytgandim, bizni shaharda manyak paydo bo'ldi deb. Balki o'shani tutishgandir do'stlar. Uni kimdir tanishi yoki guvohlar kerakdir, bilmadim do'stlar. Hozir hammasini bilib olamiz. Velosipedga nima aloqasi bor, lekin tushunma. Do'stlar, buni qarang, hamda qizil velosiped. Rostdan ham xuddi menikidaqa qip-qizil. Mayli, nima bo'lsa bo'ldi, o'sha yerga yoniga qo'yaman. Xo'sh, hoppa. Endi kelinlar ichkariga kiramiz. Xo'sh, bu yerda endi stop, bu axir bu velosiped sotuvchisi. Bu yerda nimalar bo'lyapti? Nima qilyapsan? Uzr, kechirasiz. Bilmasdan shunchaki jin ursin do'stlar, bu yerda. Mayli, kelinlar, mana bu yerga kiramiz. Assalomu alaykum.
Va alaykum. Nima xizmat? Xullas, meni ikkita ofitser to'xtatishgandi va velosipedda edim. Qanaqadir velosipedingni qayerdan olding degan savollarni berishdi va shu yoqqa jo'natishdi. Ha, tushunarli. Kameradagi yigitni ko'rdingizmi? Ha, ana u yerda o'tirganmi? Ha, o'sha. Yigitlar, uni olib keting. Nima? Yo'q. Ey, men bilan yuring. Nima uchun? Keyin bilib olasiz. Yura qoling, qo'lingizni menga bering. Jin ursin. Nimaga? Xo'p, mayli. Xullas do'stlar, bu yigit o'g'ri ekan va meniyam unga sherik qilib qo'yishdi. Jin ursin. Xudoyim. Mayli, hoy, o'zi nimaga ularni o'g'irlading, menga ayta olasanmi? Hammasiga kasallik aybdor. Bu mening xohishim emas. Kasallik, demak o'g'irlik qilish sening kasalliging, shundaymi? Yo'q, men kasal emasman. Singlim kasal. Nima? Singlingga nima qilgan? Gap shundaki, unga operatsiya kerak. Operatsiyaga esa pul topish kerak. Ishlash, halollik bilan topish umuman taqdir emas, ha? Taqdir emas. Menda vaqt yo'q halollik bilan ishlab topishga. Boshingdan o'tmaganda bilmaysan. Tushunarli. Ko'rdingmi, nimalarda yotibdi bu? Bilmadim. Gaplaringga ishonsam, shoshma. O'zi rost gapiryapsanmi? Singlimni hayotini o'rtaga qo'yib yolg'on gapirarmikanmanmi? Nima bo'ldi? Janoblar, chiqishingiz mumkin. Siz aybsiz ekansiz. Adashibmiz, uzr. Lekin bir narsani bilib qo'ying. Men aybsizman. Bu hammasi singlim uchun edi. Nimalar deyapti u? Bilmadim. Ketishingiz mumkin. Katta rahmat. Hozir shefning yoniga kirib. Stop. Bu yoqqa ketayotibman. Soat hali endi 10 bo'libdi. Hozir shefdan so'raymiz. Janob shef, nima bo'ldi? Bilasizmi, ana u yigitning aytishicha, bu narsalarni, ya'ni o'g'irlikni singli uchun qilgan ekan. Bizga ham aytgandi. Shu gap rostmi? Uni singlisi bor, lekin o'g'irlik bu yaxshi emas, o'zingiz bilasiz. Uni ozod qilish mumkinmi? Garov evaziga. Tushunarli, garov evaziga. Do'stlar, bilasizlarmi? Agar bu yigitni hozir garov puli qancha bo'lishi mumkin o'sha yigitni olib chiqishga? Nima qilasiz? Bilmasam, o'zim ham nima qilishni hammayli keyinroq kiraman. Do'stlar, agar bilmaganda deyman, bu yigitni boshiga tushgan ishlarni indamay ketishim mumkin edi, ammo shuncha narsani bilganimdan keyin indamay qarab tura olmayman. Do'stlar, bu yigitga yordam berishimiz kerak, chunki u singlisi uchun o'g'irlik qilibdi. Do'stlar, nima deb o'ylaysizlar? Singlisi uchun o'g'irlik qilgani bu kechirsa bo'ladimi yoki umuman kechirib bo'lmaydimi? Menimcha kechirsa bo'ladi, chunki o'rtada singlini hayoti turibdi. Mana do'stlar, bu mening ishlab topgan pullarim, yana boyagi ovqatchini ukasi bergan pullar va shularni hammasini olamiz. Yana pullarimning bir qismi bankda. Aytishingiz mumkin, shuncha puling bor ekan, nega uy olmaysan deb. Do'stlar, bu uy olishga yetmaydi. Menga hali shunaqadan yana 2-3 sandiq kerak bo'ladi. Mana shu pullarni hozir olib unga beraman, chunki o'zimga ham bilib turganingizdek pul kerak. Shu ham uncha kam pul emas, lekin uyga yetmaydi. Agar unga operatsiyaga yetmay qolsa, men unga yana berishga tayyorman do'stlar. Asosiysi singli tirik qolsa bo'ldi. U menga hech kim emas, lekin baribir ham do'stlar, bu yerda odam hayoti turibdi. O'rtada, mayli. Hozir eshik yopiqmi? Bo'ldi. Janob shef, nima bo'ldi? Men xullas yigitni ozod qilmoqchi edim. Qurolni oling. Uzr. Qancha bo'ladi? Yigitni ozod qilishmi? $128. Lekin mayli, ozod qilsam qilibman-da hozir. Mana $128. Ajoyib. Eshikni ochib olib ketishingiz mumkin. Shunchaki eshikni ochib olib ketaveraymi? Okey, mayli, unda rahmat. Omad. Xo'p. Do'stlar. Qiziq ekan-ku, eshikni ochib olib ketish mumkin. Yaqinlashma. Men shunchaki olib ketmoqchiman yigitni. Pul to'ladim shefga. Tushunarli. Bo'la qol. Xo'p. Hoy yigit. Nima bo'ldi? Men seni ozod qildim. Yur, senga aytadigan gaplarim bor. Rahmat. Arzimaydi. O'zingizni ozod qildingiz? Tushunursiz, nega bu bir sensiraydi bir? Mayli, tezroq chiqishni iloji yo'qmi? Lekin nimaga? Chiq, gapim bor. Do'stlar.
Tezroq chiqib olsaydik, shoshyapman. Qo'y. Yo'q, men ketmayman bu yerdan. Nimaga ketmaysan? Yur. Do'stlar, xullas bilasizlarmi? Shunaqangi ish bo'lyaptiki, lekin nima qilishga boshim qotib qoldi. Hozir balki bu pullarni berib yuborsam, u meni lekin rostini menimcha singlisini hayotini o'rtaga qo'yib aldamasa kerak. Jin ro'zini qayerga olib ketdi? Qo'y. Chiqasammi yo'qmi? Bilmadim, senga ishonsammi yo'qmi? Barcha dardingni aytib bo'lib, endi ishonsammi yo'qmi? Ajoyib logika.